Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan Seventage brendiga tegishli bo'lgan WS2 modelini to'liq obzorini qilib beramiz va bu yerda aytilgan narsalar qo'yilganmi, qo'yilmaganmi, qo'shimcha tentlari bormi, yo'qmi sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz va albatta narxlari ham chegara narxida bo'ladi. Bizni kuzatib boring, albatta qiziq bo'ladi. Konsertimizni birinchi bo'lib ham yuragi, ham miyasi bo'lgan tashqi agregatdan boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib trubkalarni ko'ramiz. 10 taga joy qilingan, 11 ta qo'yilgan, lekin trubkalari qalin, haqiqiy misdan qilingan. Radiatorlari ham zich va eni enli, yaxshi. Xo'p, bu yerdagi tashqi parda ham o'ziga xos dizaynda qilingan. Asosiysi o'sha DC motor ekan, ya'ni rasxoti ozroq, ovozi pastroq va platasi, ya'ni asosiy miyasi, driverlari ham nihoyatda katta. Bu zonasi, ya'ni tashqi kuchlanishlar, ya'ni baland past bo'lishiga asosiy chidab beradigan narsalar shu platasi bo'ladi va ko'rib turibsizlar, asosiy motori kompressori GMCC kompressori qo'yilgan ekan. Ushbu kompressordan hozirgi kunda AUX kondisionerlari ham foydalanyapti. Izolyatsiyalari ham 2 qavatli ekan. Umuman olganda pulga arziydi, nihoyatda sifatli va chiroyli terilgan. Mana fenini chachib yubordik, ya'ni razbor qilib yubordik. Ko'rishlaringiz mumkin. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Spalitillari ko'rib turibsizlar, golden fin bo'ladi, yaxshi joyda va o'sha ko'pchilikga qiziq bo'lgan qo'shimcha teni bormi, yo'qmi ko'ramiz. Qo'shimcha teni bor ekan. Xullas, yaxshi, yomon emas, puliga arziydi, nihoyatda sifatli qilishgan. Va kafolati keladigan bo'lsak, ushbu konsertlarimizga Seventage brend tomonidan o'ziga 3 yil va motoriga 10 yil garantiya beriladi va narxi siz mijozlarimiz uchun narxini $270 $3,250,000 so'm qilib berganmiz va kimga xuddi shunaqangi sifatli mahsulotlar arzon narxlarda zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaring, biz sizlarga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz va xuddi shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq obuna bo'lib bizni kuzatib boring. Smart Home sifatni tanlaganlar uchun.